o'zi shu yerlarga rizqimizni qo'shibdi. Hozir mana Madinadamiz. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ravzalariga kirishga tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Bu yerlarga kelishimizga asosiy sababchi bo'lgan avvalo Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Qolaversa farzandlarimizga topganlarga barakotlar bersin. Ular ham farzandlari bilan, ayollar bilan bu yerlarga kelishga nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Parvardigorim shu yerlarga nasib qilganiga behisob shukrlar aytaman. Shu yerlarga kelishimga sababchi bo'lgan ukajonim Rafijonda oilasi bilan tinch bo'lishini, baxti bekam ko'z bo'lishini tilayman. Allohim meni shu joylarga jo'natib, ro'za Ramazon kunlari 2 karra savobga ega bo'lishimni Allohdan so'rab jo'natgan ukamni tanijoni sog' bo'lsin. Ukamdan Allohim hamisha o'zing rozi bo'lgin. Shunday ukani menga tug'ib bergan onajonimning oxiratlari obodda, tanlar rohatda, joylari jannatda bo'lsin. Dadajonim ham shu ukajonim rohatini ko'rsin. Hamisha Allohim topganiga baraka berib, menga qilgan chiqimlarini o'rnini Allohim o'zi bekam ko'z to'ldirib qo'ysin. Siz chiroyli holatlarda avvalo Xudo, keyin sizlar sabab bo'lib olib kelib mana 2 haramlar ziyorat qildiryapsizlar. Alloh yor bo'lsin. Alloh yo'lida yuringlar. Qilayotgan itoatlarimizdan, ibodatlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Kelasi kun shu oylarga ham yana mahalla ko'y qarindosh yurtu boshlarimiz bilan tinch omon yetib kelishni nasib qilsin. Allohim bizga qilinayotgan ehsonlardan Alloh rozi bo'lsin. Ehson bergan qo'llari dard ko'rmasin, jonlari dard ko'rmasin. 2 dunyoda xor bo'lsin. Alloh qodir, Allohga minnatdan shukr. Yerlarga musaffar bo'ldim. Shu gruppasiga qo'shilib oldim. Eshitib, arzon paketlarni eshitib qolib, yuragim o'ynab ro'zalar tutishga Alloh nasib qilsin deb harakat qildim. Ilohim hammalarni shu yerlarga kelishga Alloh qodir qilsin. O'g'illarimga ham omadini bersin. Hamisha shu yerlarga qaytib jo'natsin. 3 ta o'g'lim bor. Hamisha omadini bersin. Shu yerlarga jo'natishga Alloh qodir qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hamisha ummatim desin. Allohning yuzlarini beparda ko'rsatishlarga Alloh o'zi nasib qilsin. Payg'ambarimiz yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz ostida bo'lsin, el yurtlar butun olam tinch bo'lsin, musulmon ahli tinch bo'lsin. Shu yerga kelishimizga sababchi bo'lgan bola chaqalarimiz tinch bo'lsin. 18 yashar bolajonim, Karimjonim kelishimizga bizga katta yordam qildi. Ilohim umrlari uzun, rizqlari baland bo'lsin, rizqlari keng bo'lsin. 2 dunyo ilmini bersin Allohim, 2 dunyo azizligini bersin. Hammalarimizning bolalarimiz unib o'ssin. Shu yerlarga ular ham kelishsin. Naslimiz, davomchilari hammasi kelib shu yerlarda ibodatlarni qilib, hojilar bo'lib, uzoq davron surib yurishlarini Alloh o'zi nasib ro'za aylasin. Shu tashkilotlarga ham rahmat bo'lsin, hammasiga ishlariga rivoj bersin.